Tushda kuchli shamol esishi ko'rishning ta'birlari. Tushda kuchli shamol esayotganini ko'rsangiz, lekin u zarar yetkazmasa, hayotingizda katta o'zgarishlar, yangi imkoniyatlar yoki muhim yangiliklar bo'lishidan darak berishi mumkin. Tushdagi kuchli shamol chang-to'zon bilan esayotgan bo'lsa, vaqtinchalik tashvishlar, kelishmovchiliklar yoki murakkab vaziyatlarga duch kelishingiz ehtimolini anglatadi. Tushda shamol uyga kirsa, oilaviy hayotda yangilik, mehmon kelishi yoki xonadonda muhim voqea yuz berishiga ishora qilishi mumkin. Tushdagi shamol daraxtlarni yiqitsa yoki vayronagarchilik qilsa, ehtiyotkor bo'lish lozim. Muhim qarorlarni shoshilmasdan qabul qilish kerakligini bildiradi. Tushda shamol sizni ko'tarib ketsa, mavqeingiz oshishi, safarga chiqish yoki hayotingizda keskin burilish bo'lishi mumkin. Tushda shamoldan qo'rqib qochayotganingizni ko'rsangiz, hozirgi hayotingizda bir muammo yoki mas'uliyatdan qochishga urinayotganingizni anglatishi mumkin. Tushdagi shamol yoqimli, salqin shamol bo'layotganini ko'rish esa xush xabar, yengillik va baraka alomati sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlarda shamol ko'pincha o'zgarish, xabar va taqdirdagi burilishlar ramzi hisoblanadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.